Demak, 5-masalada hop aytayaptiki, uchburchak chizilyapti. A, B, S uchburchak chizilyapti. Mana bu yerdan parallel menimcha Y, F o'tkazilgan va balandlik tushirilgan. Y nuqtadan ham balandlik tushirilgan D ga, H, F dan ham tushirilgan. Demak, adashmasam J ga. Endi bu yerda HB balandlik DEFJ kvadrat, demak DEFJ kvadrat bo'lgani uchun o'z-o'zidan mana bu yerlar 90 gradusdan bo'ladi va teng, o'zaro teng. AB BSga teng, AB BSga teng bo'lsa teng yonli uchburchak. A'si 30, demak asosi 30. HB balandligimiz BH 15 bo'lsa, EF ni demak topishimiz kerak bo'lyapti. Kvadrat bo'lgani uchun o'z-o'zidan JD ga EF parallel. Va mana bu ham teng yonli bo'lgani uchun bularni demak tomonini x deb o'ylasa, mana bu yer x taqsim 2 bo'lishi kerak. Mana bu qism. Sababi kvadrat bo'lyapti va teng yonli uchburchakka chizilyapti. Bu yer ham x taqsim 2 bo'lishi kerak. Xo'p, endi nima qilamiz? Mana bu yerdagi BHS uchburchak bilan mana bu yerda hosil bo'lgan kichkina uchburchak o'xshash deb olsak bo'ladi. Xo'p, mana bu balandlikda bu qismi ham x, sababi kvadrat ichida yotibdi. Mana bu yer esa demak nima bo'ladi? 15 minus x bo'ladi. 15 minus x. Demak, men bemalol aytishim mumkin 15 minus x ni 15 minus x ni x taqsim 2 ga nisbati teng bo'ladi jami 15 ni mana bu yerda hs ga nisbati, ya'ni 15 ni hs ga nisbati. Hs nimaga teng edi? Hs ham 15 ga teng edi. Sababiki as 30 ga teng yarmi. Bular qisqarib ketadi. Va demak, bu yerdan buni proporsiyaga olsam 15 minus x teng x taqsim 2, bu yerdan 3x taqsim 2 15 bo'lsa, 3 ga qisqartirsam 5, x teng 10 chiqadi. Demak, kvadrat tomoni 10. O'sha kvadrat tomoni so'ralgan bizdan 10. Chunki EF ham kvadratni bir tomoni edi. 6-misol. A, B, S uchburchak DE. Demak, Y burchakdagi burchagimiz bilan A burchakdagi burchak teng 3, 2, 4 va demak BY 2, BD 3, YS, DY 4, YS 2. Mana bu yer 2. Xo'p, uch burchak B teng deyapti va ASning uzunligi bizdan so'ralyapti ekan. Yana bu yerda o'xshash uchburchaklar bo'lyapti. Sababi mana AB tomon bilan BD tomon parallel va BS tomon bilan BY tomon parallel bo'lyapti ekan. Xo'p. Nima qilamiz? Alfani qarshisidagi 3 ni demak alfaga yopishgan 2 ga nisbati, bu tarafda ham alfani qarshisidagi to'rni alfaga yopishgan, demak mana bu yerda qandaydir a desam 3 plus a ga nisbati. Bu yerdan proporsiya qilsak 9 plus 3a 8 ga. Bu yerda manfiy chiqib qolyaptimi? Qayerdadir adashdimi? Ozgina. Qaysi bilan qaysi o'xshashidi o'zi? Tamom. Xo'p, bu taraf bilan bu taraf parallel, mana bu taraf bilan mana bu taraf demak parallel.
alfaga yopish, ya'ni alfani qarshisida 4 yotibdi. Mana bu alfani qarshisida 3 yotibdi. Endi ya'ni nisbatlari ham bo'lishi kerak. Mana bu alfani qarshisida 4 yotibdi, bunisida 3 yotibdi. Endi mana tepadagi burchaklarni teng, shunga ketaylik. Buni qarshisida 4 yotibdi. Demak, yana buni qarshisida x yotibdi. Ya'ni mana undan boshladik, birinchi mana 4 dan boshladik. Buni qarshisida x yotibdi. Kattasida, ya'ni kichinasida esa 4 yotibdi deylik. Mana x topsak 16 taqsim 3 chiqadi shunda. Xo'p. 5/3 dan 1 degan javob bo'ladi. Demak, mana alfani qarshisidagi 4 ni mana bu alfani qarshisidagi 3 ga nisbati, endi katta burchaklarning teng bo'lgani uchun shu katta qarshisidagi x ni shuni qarshisidagi mana bu 4 ga nisbati deb oldik. 7. ABC 3 burchakda, demak to'g'ri burchakda 3 burchak. ABC 3 burchakda, demak mana bu yerda qandaydir x kesma tashlayapti-da, balandlik tushiryapti. D nuqtadan F nuqtaga. Demak, D nuqtadan F nuqtaga. AF qism 4/1 taqsim 8, FC qism 24 va 7 FD qism bizdan so'ralgan narsa, hamma narsa berilib, BD kesma, ya'ni mana shu x kesma bizdan so'ralyapti ekan. Xo'p, mana bu burchakni qandaydir alfa deb atasam men. Xo'p, 7 bilan D san topib oling. 7 bilan 24 ga Pifagor necha bo'ladi? Demak, xo'p, demak 25 bo'ladi. Mana bu yerda 25. Xo'p, mana bunday qilamiz. Mana alfa deb o'yladim. Yopishgan katetni gipotenuzaga nisbat olyapman, ya'ni kosinus alfa olyapman bu yerda. Katta uchburchak uchun x + 25 ni gipotenuzamiz 24 + 4/1 taqsim 8 ga nisbat. Teng kichik uchburchak uchun kosinus alfa olsa 24 ni 25 ga nisbat. Mana shu narsa o'raldik. Bu yerdan x + 25 taqsim 24 25 taqsim 8 a, demak 24 + 25 taqsim 8 teng 24 taqsim 25. Bu yerdan proporsiya 8 ga ko'paytiring. 24 ni 8 ga ko'paytirsam necha? 4 kir 8 32 ni 3 yodda, 2 kir 8 16 192. Unga 25 ni qo'shsak 7. Demak 1 217. Proporsiya qilamiz endi. 25 x + 625 teng bu tarafga ko'paytirib olay, 24 ni kvadrati plus mana buni ham ko'paytirganimda 6 qoladi, 6 kira 25 degan natija qoladi. Demak 25x teng, xo'p, 24 ni kvadrati minus 25 ni kvadratni olib o'tyapman 625 da plus 6 kira 25, ya'ni 150. 25x teng, demak bir marta ayirsam minus 1, bir marta qo'shsam 49 plus 150. 25x teng 49, 150 dan 49 desam 101. X teng 101 taqsim 25. Xo'p, degan natija chiqyapti. Ozgina adashdik menimcha. Boshqatdan ko'raylikchi. Qani. Xo'p, nima qildim? Kosinus alfa olyapman. X + 25 ni mana bu yig'indiga nisbati 24 + 4/1 taqsim 8 ga nisbati teng bo'lyapti. Kichkina uchburchak uchun shunday kosinus alfa olsam 24 taqsim 25. Demak, proporsiya qilsam 25x + 25 ni kvadrati barobar ko'paytirsam 24 ni kvadrati plus 32. Mana bu yerda adashibman, kechirasizlar. Hop. Xo'p.
mana bu yerda adashibman.